o'tgan kun ukamni to'yiga borib charchab keldimda, lekin bitta bilasizlarmi, men tengi bitta dugonam bor edi, dugonam emas, qarindoshim deylik. U ham yaqinda chaqaloq qilganda, lekin shunaqa samatiyaka tushib ketgan, semirib ketganda, o'ziga to'yga kelgan, qanaqa taqalin tanangga qo'ygan, lekin baribir ham borib bilinib turibdi, shu yuzi so'lg'in, o'ziga qaramagan, shunaqada. Ha, ulgurmayman-da, ha bir nima qilmayman-da deb shunaqa deb aytayapti-da. Kelayaptimda, baribir ilojini topish kerak desam, ha, sen qanday ozding, nima qilding deb so'rayapti-da, kelayaptimda. Qizlar bilasizlarmi? Meni oldimda uni samatyankasi просто tushyapti-da. Ya'ni ikkimiz bir xil yoshdamiz, lekin ko'rinish ikki xilda. Ya'ni qanaqa, misol uchun men 30 yosh bo'lsam, u ham shu yosh, lekin uni ko'rinishini qarasalaring, xuddi 40 yosh ayolga o'xshaydi-da. Men o'zimni bu yerda maqtamayman, lekin ayol kishini samatyanka juda ko'p narsani hal qiladi. U kiyim jihatdan bo'lsin, u yuz jihatdan bo'lsin, u soch bo'lsin, hamma narsa. O'zinglarni sevinglar, birinchi navbatda bahona topmanglar-da. Birinchi o'zinglarga qaranglar, iloji bo'lsa. Shunaqa.